O'rtoqlar, yana bitta sovg'amiz bor. Jizzaxda Peryoldan tushgandan keyin qurt, pista, ichimliklar sotadigan do'konlar bor, bilsanglar kerak. O'sha yerda bitta singlimiz bor. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshi, rahmat. Charchamayapsizmi? Bo'ladi. Qarang, sizni ismingizni bosh harfimi? To'g'ri aytdimmi? Atamildim. Sipochkamdan Ha, sipochkangizdami? Ismingiz nima? Muxlisa. Meniki Abdumalik. Yangi yillaringiz bilan yaqinlashib qolgan. Rahmat, o'zlaringiz. Yurtdoshlarimizga yangi yil tabriklaymiz. 2026-yil yaxshi kun bo'lsin, omadli bo'lsin. Iloyim niyatlarimizga yetib yuraylik. Omadimizni bersin. Nimaiki niyat qilgan bo'lsak, niyatimizga yetib yuraylik. Sog' bo'ling. Omadchini ko'rganmisiz? Ko'rganman. LC Jesco mahsulotlari bormi sizda? Aktivman. Qatnashib Mahsulotlar bormi do'konda? Yo'q, mahsulotlarimiz Tugatdinglarmi? Gap qoldimi? Ha, bo'l. Nima dedingiz? Mahsulotlarimiz qolmagan hozircha. Ha, hozir qolmagan. Bo'ldi, dilerlarimizga aytamiz. Elshod aka, mahsulot tugab qolibdi. Tezroq yetkazish kerak. Sizga ko'rsatuvimiz homiysi Jesco'dan sovg'a. Sog' bo'ling, yaxshilikda ko'rishaylik. Mayli, yaxshi o'tkazib. Bayramdan yaxshi o'tkazinglar. Rahmat.